Amirov savdoda arzonga Spark mashinamiz ko'rishingiz mumkin. 2018-yil mexanika korobka, 132 ming km masofani bosayotgan. Kraska holati bitta mana shu oldi krilo to'liq ekan, qolgan ikkita uchta joylarda petnolari bor. Bemalol ko'rsatib tekshirib ko'rarga qilib olasizlar. To'rtta birovlari zo'r holatda turibdi. Salon qismidan ham ko'rsataman. Salonlari akkuratni, ikkinchi pensiya mexanika, zavodskiy chexol, ko'rin solingan, Tesla mentor qo'yilgan, pult qo'yilgan, propan gaz qo'yilgan ekan. Mashina yomon emas, yaxshi holatda minishga tayyor. Kuzovida ham qirilgan, shilingan joylari yo'q. Orqa ko'rinishida ham chiroyli holatda turibdi. Sizlar xohlagan hujjatni qilib berishar ekan. Hop, texnik holati ham kelib, minib ko'rib, tekshirib ko'rib olaylar ekansizlar. A'lo darajada ekan texnik holatlari ham. 2018-yil 132 ming km masofani bosayotgan. Asosiysi narxi arzon bo'ldi, OKK pul zo'r ekan. Срочный tortishib OKK bilan $5050 tushirib qo'ydim. 2018-yil 2-pensiya mexanika 132 ming km masofani bosayotgan Spark mashinamiz.